Sağuni şu yaptılar. Allah Teala estaizu billah kullu nefsin zâikatul mevt deganlar. Yani her bir nefs elbette ölüm şerbetini tortar. Her xil ömür beradi Allah. Biro 50 yıl, biro 60, biro 100 yıl. Ama şu ömürde içinde kısa ömür ko'rsayam insonlarda hayot kechirgan vaqtida ham moddiy, ham ma'naviy boyligidan ulashib, xursand qilib, mana shu Dilshod hojiga o'xshab bütün O'zbekistonni, O'rta Osiyoni qoyil qoldirib, Xudoning rahmatiga ko'chib o'tisham hammani qo'ldan kelavermaydi. Bu kasbda azkiya deydi. Azkiya degani zakovat ahllari, zehnli odamlar, hozirjavob odamlar, gapni o'rni topib beradigan odamlar, odamlarning yuziga tabassum bag'ishlaydigan odamlarni bu askiya deyilmaydi, azkiya deb aytiladi. Shunaqa yana hadis sharif bor. Bazı bir reaksiyon adamlar bo'lsa bilib olsin. Payg'ambar Rasululloh aytganlarki, har bir farz ibodatdan keyin eng bir chiroyli ibodat. Bu nima desa, odamlarning qalbiga shodlik solish, ha tabassum bilanmi, ha moddiyat bilanmi, xabar bilanmi, insonning qalblarini shodlantirish bir umr qilgan ibodatdan afzaldir degan Hazrat Rasululloh. Insonni Alloh taolo şu insonni dilini o'z qudrat qo'li bilan qurgan. Ka'bani Hazrati Ibrohim alayhissalom qurgan. Amin. Alloh taolo bu marhum mutawaffat Dilshod hojini mana bu nimada Facebook'larga qo'ygan ekansizlar. Ko'rdim. O'shanda yig'lab Allohga o'sha yerda munojat qilib, o'tganlarga Xudoning rahmatini tilab, o'z e'tiqodi bo'yicha, o'z ixlosi bo'yicha yaratgan Mavlosiga borib ardı dağını kılıp gelip bana Allah'ın rahmetiga, cennetiga ko'chib o'tibdi, armoni yo'q ekan. Bu dunyoga kelish ketish hammamizda bor narsa. Alloh taolo bu og'amiz rahmat, abadiy manzillari jannat qilsin. Mana kecha bugun o'qildimi? Janoza kimiki o'qisa bir yo'l janoza gunohidan bo'lur albatta toza. Bu kelib mana hozir ko'ryapmiz, mana Farg'onadan keldik, mana bu joydami, bu Shahrixon va bütün dünya kelar bu yerga. Men hayratda qoldim. Kelayotgan odamlarni shunaqa Fotiha ko'p odam kelyapti. Nima uchun? Xizmatini o'tkazib qo'yganligi uchun, rozi qilib qo'ygani uchun odamlar muhabbat bilan har kim yashasa hayot 10 yil yashaydimi, 40 yil yashaydimi, 1000 yil yashaydimi, bir kunchalikka tatimaydi jon chiqayotgan vaqtida. Mana shunday xizmat qilib o'taylikki, hamma orqamizdan yig'lab otangga rahmat deb qolsin. Xudo sizlarga sabr qanoat bersin. Siz kimsiz? Otingiz kim? So'hrobjon. Bor, Xudo sabr qanoat bersin.